Demak, o'tgan darsda sizlar bilan gorizontga burchak ostida o'tilgan jism harakat tenglamalarini ko'rgan edik. Uchish uzoqligi va hokazo, ko'tarilish balandligi, tezlikni gorizontal, vertikal tashkil etuvchilari, ko'tarilish vaqti, havoda bo'lish vaqti va hokazo. Endi ko'pchiliklaringiz ba'zi masalalarga bir turdagi masaladan ko'p tushgan ekan, o'shani yecha olmabsizlar, o'shani razborini ko'ramiz, tahlilini. Bunday deydi-da, qaranglar. Jism, diqqat qilib o'tiring. Jism gorizontga alfa burchak ostida V0 tezlik bilan o'tildi. Qanaqadir tezlik bilan qanaqadir burchak ostida o'tildi. Endi savol beradiki, qancha vaqtdan so'ng bu jism gorizont bilan beta burchak hosil qiladi? Masalan, 60 gradus burchak ostida o'tildi, qancha vaqtdan so'ng gorizont bilan 30 gradus hosil qiladi yoki 45 gradus hosil qiladi. Jism gorizontga burchak ostida o'tilganda alfa burchak borib nima qilib boradi? Kamayib boradimi? Eng yuqori nuqtaga borgandan keyin gorizont bilan 0 gradus burchak hosil qiladi. Shundaymi? 0 gradus hosil qiladi. Endi alfa kamayib borib qayerdadir beta burchak hosil qiladi-da. To'g'rimi? Shuni endi nima bo'lishini ko'ramiz. Faraz qilaylik. T1 vaqtdan so'ng gorizont bilan beta burchak hosil qildi. Shu vaqtni topamiz endi T1 ni. Muammomiz nimani topish ekan? T1 ni topish. Mana bu yerda bir marta masalan beta burchak hosil qiladi mana. Beta va bu yerda ham xuddi shunday simmetrik ravishda beta burchak hosil qiladi. 0 dan keyin xuddi shu kartina qaytariladi-ku. To'g'rimi? Mana buni topmoqchimiz T1 vaqtda. Tushunarli? Oddiygina bu yerda tezlikni ikkita tashkil etuvchisiga qarasak bo'ldi. Gorizontal tashkil etuvchisi V0 kosinus alfa edi, ha? Gorizontal tashkil etuvchisi. Vertikal tashkil etuvchisi V0 sinus alfa minus J T1 mi? Ana shu T1 ni o'sha T. Minus J T mi? Ana shu T1 ni topish kerak. Beta burchak tezlikni vertikal tashkil etuvchisi va gorizontal tashkil etuvchisi. To'g'ri burchakli uch burchakda nimani hosil qildi bu? Nimaga bog'lab bo'ladi? Tangens bilan bog'lab bo'ladimi? Ha? Tangens beta haqida nima deya olasiz? Tangens beta barobar nima bo'ladi? Burchak qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati V0 sinus alfa minus J T1 taqsim V0 kosinus alfa. Bu yerda alfa o'tilish burchagi qancha vaqtdan so'ng beta burchak hosil qiladi deb T1 ni so'rayapti. Muammomiz T1 ni topish edi. Bu yerdan endi oddiygina T1 ni topamiz. To'g'rimi? Ko'paytirib yuborsak. Tangens beta ko'paytirilgan V0 kosinus alfa barobar V0 sinus alfa minus J T1. J T1 bu yoqqa, unisini u yoqqa olsak, J ko'paytirilgan T1 barobar nima bo'lar ekan? V0 sinus alfa minus V0 kosinus alfa ko'paytirilgan tangens beta. T1 ni topsak bu yerdan T1 barobar V0 sinus alfa minus V0 kosinus alfa tangens beta 1 taqsim J. Gorizontga burchak ostida o'tilgan jism qancha vaqtdan so'ng gorizont bilan beta burchak hosil qiladi deb T1 ni so'rasa, demak T1 barobar mana shu ifodaga teng bo'lar ekan. Bu yerda alfa o'tilish burchagi, V0 boshlang'ich tezlik,
Beta degani o'sha T1 vaqtdan keyin hosil qilgan burchak. Tushunarlimi? Bu T1 vaqt mana bu vaqt bu. Ikkinchi T1 vaqtni topish uchun e'tibor bering. Mana bu oraliqda T1 vaqt sarflagan bo'lsa, bu T1 ni topish uchun bu ikkalasi simmetrik bo'ladi-da, burchak. To'g'rimi? O y yo'q, mana bu vertikalga nisbatan ikki tomon simmetrik bo'ladi-ku. Parabola bo'lgani uchun ikki tomoni simmetrik. Mana bu T2 vaqtni topish uchun umumiy vaqtdan mana bu T1 bo'lsa, bu oraliq ham, oxirgi oraliq ham T1mi? Umumiy T vaqtdan, havoda bo'lish vaqtidan T1 ni ayirsak, T2 vaqt kelib chiqadi. Demak, T2 nimaga teng ekan? T2 barobar katta T umumiy havoda bo'lish vaqti ayrilgan T1 o'sha birinchi topgan vaqtimiz. T umumiyni eslatma sifatida yozaman. Birinchi darsimda o'tdim buni. T umumiy barobar 2 V0 sinus alfa taqsim J ga teng edi. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Bu yerda asosiy shart doim e'tibor bering. Alfa hamma vaqt betadan albatta katta bo'ladi. Chunki borgan sari burchak 0 gacha kamayib boradi. Keyin yana ortib mana bu yerga kelganda yana alfa bo'ladi. Simmetrik bo'lgani uchun. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Masala. Yozib olasiz doskani. Masala shundan iboratki, 60 gradus burchak ostida 20 metr taqsim sekund tezlik bilan o'tildi. Qancha vaqtdan so'ng gorizont bilan 30 gradus burchak tashkil qiladi. Doskani yozib, mana bu masalani ishlanglar.